Assalamu alaykum. Ekran aldiki hörmətli görürmənlər. Görüvatqanlar Uyğur STEM ekranının 17-ci sani. Bugünkü san proqramımızda işki saxlığış qaçlanğan hər xil uçur sanlıq məlumatlarını muvafiq mühit saxlaş və tələb qılınğanda əslik gəldirib buyruq verilib, nəhayət qısqa vaqt içində nurgun mürəkkəb logikалық hesaplaş məşğulatını tərkib tapqan vəzifəni orunlab tamamlayalğan, turmuşumuzun bir parçasına aylanğan kompüter və yuqur dəb ötən məşğulatlarının təfsilatı haqqında qimmatli mehmanimiz Yumşaq Detal injeneri Dilmurod Abduqayyum akamiz bilan söhbətdə bolamiz. Assalamu alaykum Dilmurod aka, ziyoratimizni qabul qilganligingiz uchun ko'p rahmat aytaman. Va alaykum assalom. Men sizlarning mush xolis emgaklaringiz uchun rahmat aytaman. Belki ahamiyatli ishlarni qilyapsizlar. Allah razı olsun sizlardan. Amin aka, sizdan ko'p rahmat. Hörmətli görürmənlər, suallarınızı inkaz şəkildə bizə bildirsənlər proqram arqasında suallarga Dilmurod akamızdan cavab alırıq. Oluşumuzun tarqıtıb qoyuş arqılıq həm bizni qollab, həm bu söhbətdən başqa qarindaşlarımızdan mənfəətini qilishə vəsilə bolğaysızlar. Onaq bos başlap gəlsək. Dilmurod aka, şu ekranlarda görürmənlər sizni köpüncü tanıydı. Şundaq bolsunmu? Görürmənlərimizə avval özünüzü bir tanışdırıb ötən bolsanız. Boludu. Mening ismim Dilmurod Abduqayyum. Ben 77-yili Qashqarda tug'ilgan. Boshlang'ich o'rta maktabini Qashqarda o'qigan. Kompyuter bilan shu Qashqar Uyg'ur to'liq o'rta maktabda o'qigan vaqtimda shu maktabda bizniki Abdurahmon Qosim deb bir o'qituvchimiz bor edi. Shu 90-yilda shu Uyg'ur to'liq o'rta maktabga BTning Ma'rif bankorlik tashkilotidan kompyuter qo'yib beribdi ekan. Bir alma kompyuter, alma 2 tipli kompyuterdan bir 20 kompyuter batdı. Şoňa cuma günleri bizge şu rahmetlik Abdurahmon Qosim muallim kompyuter kürjik qilib berdi. Kürjikde şu basicli program düzeyini öğretdi bizge. Men kompyuter bilen şu 90-yılda to'liq o'tirib chiqqan vaqtimda tunji qatim uchrashgan. Shundan keyin şu kürjikde davom qildim. Ondan keyin 95-yilga kelgan chaqda 95-yil 1-oyda Qashqarda bir kompyuter kursu açıldı. O vaqtda bizning maktabdagi kompyuterlar alma kompyuter bo'lgani bilan onun da biz az saqlam program tuzadigan alat kiradigan odatdagi mashg'ulot sistemasi bilan bir ishimiz yo'q, ashuna holatda ishlatadigan bu ibtidoiy alatli kompyuterdi. Hamda rasmiy mana hozirgi bizlar ishlatayotgan PC degan kompyuterni shu 95-yil yanvarda Qashqarda açılgan shu kursda ko'rdim men. Bir aylık kurs qatnashib, u yerda shu Şinjan universitetiniki Y boshqarishni 93 degan Lutfullah deb bir muallim o'tdi darsni. O ders o'tish davomida bizga davomli kompyuter fakultetidagi o'sha Islomninki shu vaqtdagi dangliq kompyuter mutaxassisi Adilshod Yuzullovninki hikoyalarini so'zlab berdi. Aşağıda onunki avval bir qilish sistemalarini qanday chiqqan, qanday jafoliq ishlagan degandek ishlar. Şu Lutfullah muallimning gaplari bilan hamda menda o ustozligiga bir hurmat, anda ma kasbga nisbatan ishtiyoq texmi ulg'aygan bo'ldi. Men o bir oylik kursda bir do'stning asos mashg'ulotlari, andan keyin bir betlaylaydigan sistemalar, Uyg'urcha xat berish o'qi degandek narsalarni bir o'rgangan bo'ldim. Ondan biz 7-oyda oliy maktab imtihon bergan vaqtimda men arzuimga shu Şinjan universitetining fan texnik sinfini yozdim. Bizning sinfda kompyuter qiziqadigan bolalar hammasigidek shu sinfni yozgan arzusi bor. O biz fan texnik sinfi desa, fan texnika degandan keyin fan texnik universiteti desimi kompyuter o'qitadi, fan texnik sinfi desimi kompyuter o'qitadi deb shu tuyg'u bilan arzuni to'ldirib bordik Şinjan universitetiga. Bağlandan keyin andan o kasbni yetishtirgan maqsad aniq bo'ldi. Aslida o shundaq Abnum rayon bo'yicha yaxshi o'qigan bolalarni bir sinfga yig'ib, shu universitetda qaysi kasbda o'qituvchilarga ehtiyoj bo'lsa, shu kasbda ishkirga va tarbiyalaydigan shundaq sinfga. O endi bizning kasb tanlashimiz asosan maktabning ehtiyojiga asosan bo'ldi ekan. Masalan biz 2 yildan keyin tayyorligini bitirib ishkirni kasb tanlayman degan vaqtimizda biologiya o'qituvchisi ehtiyojli bo'lsa,
biologiya kasbini o'qiydigan, fizik o'qituvchisi lozim bo'lsa fizik o'qiydiganlik bizning orzuyimiz. Endi shu vaqtdagi ehtiyoj bilan mos kelib qolsa tanlash imkoni bo'ldi-ki, bo'lmasa bo'lmaydi ekan. Shuning bilan men kompyuter o'qiy olmaydigan o'xshayman deb kompyuter fakultetiga alınışıp ketdim. Shunday qilib Şinjan Üniversitetining kompyuter fakultetini bitirgan bo'ldim men 2000-yilda. O'qish bitirgandan keyin shu Şinjan Üniversitetining oldida shu universitet ochgan Sardar kompyuter şirketi bir şirket vardı. O şirketde ishlagan bo'ldim bir yil. Ondan keyin Qashqarga qaytib Qashqarda kitapxonaniki kompyuter yangidan kompyuter bilan setib chiqarishni boshlagan vaqtlar ekan u. Shuningga kompyuter xodimini qabul qilganga meni qabul qilgan bo'ldi. Shu men bir 10 yillik vaqt kitapxonada ishlab Qashqarniki bütün nailelerini to'g'irlashtiradigan kitoblarni shu kompyuterda sotadigan, setib chiqarish avvalini kompyuterda statistik qiladigan degandek shu to'g'irlashtiradigan xizmatlarni men tamomlagan bo'ldim. Ondan 2012-yillari bizningki ama Ürümçidagi bir necha og'inlar Bilkan şirketini qurib chiqdi. O Bilkan anlagan bo'lishinglar mumkin. Bilkan logoti shu yillarda bek umumlashgan. Hamma telefondagidek Bilkan logoti bordi. Hamda bu Android sistemini uyg'urlashtirib chiqib, bu Bilkan şirketi shu vaqtda hozir islami to'rilda Facebook chiqqan bolajiq bildi. Abdulaziz Mahsum shu Androidni uyg'urlashtiradigan asos emgakni qilgan bizning shirkatdagi birodarlarimizdan birisi. Shu Androidning uyg'urlashtirishi tamomlangandan keyin biz uyg'urcha markadagi telefonlarni chiqardik. Men ham uyg'urcha markadagi shu telefonlarga bir app yasaydigan, andan keyin Qashqardagi shu bizning telefonlarning bozorini ochadigan ishlarni qilgan bo'ldim. 2014 bir fursatda men Hong Kong, Malayziya, ondan keyin Turkiyaga bir sayohat qilish imkoniga erishgan bo'ldim. Bu yana aylanish davomida hamda Turkiya nisbatan yashashga loyiq ekan deb shu Turkiyaga chiqishni qaror qildim. 2016-yilda bu yerga kelib chiqdim. Endi hozirga qadar shu Istanbulda bir qancha kompyuter shirkatida ishladim hozirgacha. Qilgan asosli ishim shu olma telefonlar asos Android telefon qo'shimcha shu telefonlarga applaylaydigan ishni qilyapman. Mening tarjimalim shunchalik. Rahmat aka. Endi shu 1946-yildagi eng dastlabki elektronlik kompyuterdan boshlab kompyuterga uyg'urcha tunutish urinishlari, masalan, bayami deb o'tib ketdingiz. Undan boshqa uyg'urcha kirgizgich va matbaa sistemlari, Windows mobilidagi uyg'urcha kirgizgichlar, uyg'urcha tor bekat, uyg'urcha kirgizgichni asos qilib qurilgan uyg'urcha yumshoq detal shirkatlari, shundaqla tarjima va lug'at korrektor xizmatlarining taraqqiyoti, qisqasi uyg'ur kompyuterchiligini bizga bir so'zlab bergan bo'lsangiz. Bo'ladi. Men ekran paylaşını açıp qo'yay bir seriallarda yolg'ondim o narsani. Ha bo'ldi. Belli ko'gach men so'zlab beray sizlarga. Ayt hayajonlatima bu kompyuterning uyg'urcha kompyuter tarixi qanday bo'layotgandi deb. Rahmat. Ekran keldimi? Ha, keldi aka. İçiyordu. Ne içili varsa? Göründü mü? Ha, göründü aka. Ekran kelgan bo'lsa. Bu uyg'ur tilining kompyuterlik taraqqiyoti. Bu yerdan siz deganingizdek kompyuter 46-yili barliq kelgan. 46-yili barliq kelishi shu vaqtdagi urush mezgilida shu bombalarningki trayektoriyasini hisoblaydigan murakkab hisoblashlarni elib berish maqsadida ishlangan ekan. Keyingi vaqtda bu Bill Gates andan keyin Almanning qurg'uvchisi Steve Jobs qatorliq kishilarningki bu kompyuterni shaxsligiga yuzlantiradigan shunday bir g'oyasi
tirishchanligining natijasida asta-asta bu kompyuter shundoq cho'ng shirkatlar shundoq organlar ishlatgan holatdan shaxslar ishlatadigan bir holatga kelgan. Uyg'ur tilininki kompyuterda tunji qatim qo'llanishi shu men to'g'ridagi materialni izlasam 84-yili 84-yili shu san'at instituti bilan Xonan pedagogik universiteti birlashib shu men bayatın o'rta maktabda o'rgangan degan 62 tiplik kompyuterga uyg'urchani to'nitgan ekan. Bu 85-yili shu tekshirishdan o'tibdi ekan. Hamda buning asosli qila oladigan ishi shu basic til muhitida Xitoycha, inglizcha qatorliq tillar bilan uyg'urchani aralashtirib qila oladigan ishni amalga oshirgan ekan shu vaqtda. Ondan u vaqtdagi mashg'ulot sistemasi, DOS mashg'ulot sistemasi deb bundaq buyruqlar bilan mashg'ulot qiladigan shunday holatda, bundaq mouse ishlatilmaydi, faqat ko'rik taxtasida buyruq komanda berish bilan mashg'ulot qiladigan shunday sistem edi. Shu DOS mashg'ulot sistemasining uyg'urcha nusxasi shu vaqtda ishlangan ekan. Ondan uyg'urcha yoziq bir taraf qilish jihatida shu vaqtda bug'da matbaa sistemasini til yoziq komitetidagi shu vaqtda til yoziq komitetida bir qancha kompyuter mutaxassislari barchig'i shular birlikda shu xeyli mukammal bo'lgan matbaa sistemasini tamomlab chiqibdi ekan. O bug'da sistemasi Ondan keyin Bida Function deb ishki sistema 90-yilda kengri ishlatildi. Odatda kitob, gazet, jurnalni laylaydigan shunday ishildi. U Mahmadbadan shu kompyuter orqali bet tizdigan holatga shu bug'da qatorliq sistemalarning yordamida o'tgan bizning matbaachiligimiz. Bundan keyin men bayatın tilg'agan Dilshod Yevzullah o'sha islom doktorninki korpusida shu 90-yilda 90-94-yil shu mezgilida uyg'urcha hanuzcha ovoz surat yozib bir taraf gavdalashgan ishxona avtomatlashtirish sistemasida bir sistemani o'zi chiqarib ekan. Buningki hamda eng ilg'or tarafi shu yilda tovush bir taraf qilish degan texnikalar hozir nihoyatda qulaylashib ketdi. U yilda hamda tovushni bir taraf qilish nihoyatda nozik, qiyin bo'lgan bir texnika edi. Dunyoda sanoqli millatlarningki tovush shu o'zining tilini taniydigan sistemalar bor sharoitda shu Dilshod Yevzulladek shu ustozlarningki tirishchanligida shu vaqtda bizning uyg'ur tilimizni uyg'urcha gap qilsa ekranga shuni yozib beradigan shunday holatda chiqqan ekan. O'sha resim bizning shu vaqtda universitetningki kompyuter fakultetida kirsak ham o'sha resim botdi. Buningda Shinyan universitetiga kelganimizni qarshi olamiz degan gapni Dilshod Yevzullah muallim degandan keyin ekranga shu xatni yozib ekan. Bo'lib hayajonlanib ekan shu vaqtda. U vaqtdagi ovoz tonish sistemasi hozirgidek hammadan masalan biz hozir Siri'ga yoki Google'ning assistentima, Google yordamchisi degan narsaga uyg'urcha gap qilsak har qanday odamning ovozini taniydi. U vaqtdagi ovoz tonish sistemlari qanday desanglar, bir ulgu jumladan bir necha yuzini berdi. Uni kompyuterga avval o'qib, u ovozga kompyuterni mashqlantirgandan keyin u ovozni taniydigan bo'ladi ekan. Shunday shaklda ishlatadi ekan buni. Ondan keyin biz oliy maktabga kelgan vaqtimizda 95-yilda shu olimlar, Olim Ahad Uyg'ur Soft shirkatining qurg'uvchisi tuzgan o'sha caption degan bir sistema bor ekan. DOS sharoitida ishlaydigan, DOSda uyg'urcha xat yozadigan. Xatlarning cho'g'ishini xohlagancha o'zgartirib bo'ladigan. U matbaa sistemasi degan faqat bet yasashga loyiqlashgan sistema bo'lgani uchun uningda mandaq resim bir taraf qiladigan, videoga laylaydigan degandek narsaga toza u ehtiyojni qamdab ketolmaydi. Olimning tuzib chiqqan caption ondan Olim Abdullah deb olimning yana bir o'quvchisi bordi. Shu vaqtda olimning kursida program tuzishni o'rgangan bo'lgan. Elektron fakultetida o'qiydi bizdan bir qaror yuqori. Shu bolaning tuzib chiqqan yana bir Yutigo deymiz. Shundaq bir uyg'urcha xat kirgizadigan u kofi xat nusxasini kirgizdi DOS sharoitida.
bu programmani tuzab chiqibdi biz baga vaqtida. Bizning 96-yillari biz kompyuterga vaqtida o çağdalıqı yataqda bir neçə ilə birləşib kompüter setəli yataq qoyduğan aşındaq işli batdı. O yataqda aşındaq mavi grafiklaylaydigan işini qıldığan balla, mush caption, andan alim Abdullah'ın tuzgan aş programmalar arqali Uyg'ur xətini yezib elib, Uyg'ur xətini ma'lum çoğunluqda çoğ aytqandan keyin ekran tutub, oradan ayliq resmiyat saqlab turadigan iqtidori bo'ldi. Andan keyin resim bir taraf qiladigan programmalarga o'tkab aşındaq ishlatdi vaqtida. Ondan keyin biz 96-yılı kompüter setib algandan keyin mening yaqin do'stim, bizning yataqdishim Nijat deb bizning o'xshash kasbdosh do'stim bor. U ishkelan birga Uyg'urcha ko'rsatish programmasida bir Uyg'urda bir program tuzab chiqdik, do'stlarla ishlaydigan. Umi shu Uyg'urcha do'stlarla Uyg'urcha xat yozg'ili bo'lgan, andan keyin yozgan narsalarni xotirlab qo'yg'ili bo'lgan. Andan konftatsiyaninki shu Uyg'urcha konftatsiyani o'rnalashtirish bo'yicha xalqan bir tekst hujjatni yozsa, shuni Uyg'urchalarga o'rib konftatsiyaga o'rnasasan, unda ko'rsatib beradigan shunday bir program edi. U ma'laqi bizniki bir Uyg'urcha tekst ko'rsatadigan ba'zi ehtiyojlarimizni shu vaqtda qamdagan. Ondan bizning sinfimizda yana bir abak turgan deb bir savg'atishimiz batdi. O keyingi yillarda Elpida kirgizgich deb umumlashgan shu el-katib tildek hammadan bilgan bir kirgizgichning biridi. U bekturgan shu vaqtda do'st sharoitida ishlaydigan xili mukammal bir Uyg'urcha tahrirlagichni yasab chiqqan. Hamda u sistemlar bitgandan keyin Windows o'tib ketib qoldik. Shuning bilan ömrü uzun bo'lmadi bu naslniki. Bu 84dan 94-yilgacha mush do'stni asos qilgan shu sistemaning Uyg'urcha sistemaning ahvoli. Andan keyin 94dan 99gacha bu Şinjan Universitetida asosan arabcha sistemani asos qilgan asosda shu Uyg'urchalashtiradigan sistema Uyg'urchalashtiradigan ba'zi xizmatlar bo'lgan. Shu vaqtda shu 863 gruppasi deb O'shir Islomninki, O'shir Islom professorliginki gruppasi bo'lgan. O gruppida Windows 3.2ninki Uyg'urchasi, 95ning Uyg'urchasi degandek shu sistemalar batdi, lekin u sistemalarni ishlatish uchun arabcha sistemani arabcha tillik Windowsni qachlashga to'g'ri keldi. Shunga endi hanzucha boshqa bo'pma inglizcha bor arabcha Windowsda, lekin xitoycha bo'lmagan ekan. Bu vaqt yana bir qolaysizliklar batdi. Ondan soldan o'ngga yozib qo'llaydigan Windowsninki boshqa nashrlarda, inglizcha nashrlarda, xitoycha nashrlarda bu o'ngdan solga qo'llaydigan o yoziqlarni toza yaxshi qo'llamagan ekan. O vaqtda yana bu ishlar tuzuk qo'llanishga erishamagan. Bu 99gacha Uyg'urchalashtirilgan Windowslar toza ommalashib ketamagan. Hamda 3-bosqichi 99dan boshlab bu rasmiy Uyg'urcha qo'llaydigan bir olatga kirdi. U vaqtda 98 Windows 98 chiqqan yillarda, o 99-yillari Windows 98ninki SP2 deb ikkinchi bo'g'liqqa chiqqan vaqtda uningda hamda boshqa tildagi Windowsni qashilgan sharoitdimi uningga o'ngdan solga yozadigan tilni qo'llaydigan bir iqtidorni qo'shqili bo'lgan shundaq bir alaylik qetilgan ekan Windowsda. Microsoft sho'basini hal qilgandan keyin hamda u Uyg'urcha shu kirgizgichlar shu vaqtda tushum-tush bozorga kirgan bo'ldi. Shu vaqtda endi sizlarda el-katib deb Uyg'ursoftninki bir ramkalar kirgizuvchi bo'lgan. Bu ramkaning ichiga xatni o'ylab, uni ko'chirib choplab ishlatadigan. Endi ramkalar kirgizuvchilarninki kamchilik tarafi o to'liq ekran masalan bir necha betlik bir narsani uraman desang avarchilik qurla qalayim qam bo'lib ketadi. Aytlik bir narsani ko'p betlik besishning ehtiyojini chiqarmaydi o narsalar. Endi bu Windows 98ning SP2 chiqqandan keyin endi bu bevosita yozg'ili bo'lgan bu ishni hal qilgan bo'ldik o yilda.
bu vaqtda andan keyin Elkatovning o kirgizuvchisi chiqqan bo'ldi. Andan Aqaqilla almasının, uçqunun, yipek yolunun, buğranın degendek aşındaq. Oxşamagan şirketliniki kirgizuvchileri chiqdi. Şunun bilan bu kirgizuvchi bozori naite bozorliq bir shunday bozor kengre bir narsaga aylandi. O'zi murakkab texnika emasdi, lekin ehtiyoj bek keng bo'lgan ekan, ehtiyoj cho'ng bo'lgan ekan shu yilda. Hammadan kirgizuvchi yasaydigan bo'lib ketdi. Unda bo'lgan ekan, bu qanday masala kelib chiqdi desangiz, bu kirgizuvchida kod qalamqanchilik kelib chiqdi. Men ostiga bir rasm qo'yib qo'ydim. Bu font yasaydigan, font degan xat nusxasi deb qo'yamiz biz. O'sha xat nusxasi yasaydigan bir qurolning bir beti bu. Buning qarasanglar ABCD deb turdi. O'sha harfning o'rniga men xohlagan bir harfni qo'ya olaman bu yerga. Masalan, A'ning o'rniga men Uyg'urcha A'ni qo'ya olaman degandek. Bu harfni o'rinlashtirgan vaqtda men bir xil o'rinlashtirsam, yana bir xil o'rinlashtirib, bu tartib qalayimqan bo'lgan ekan. Shunga mening kirgizuvchimni yozgan hujjatni ikkinchi bir kirgizuvchi qaşlangan kompüterda assa kodla qalayimqan chiqadigan ashunda bir avarchilik bo'ldi. Bu kirgizuvchilar bak jiq bo'lgan ekan. Bu haqlar buni xat nusxasi deb, mening kompüterimda Elkatovning xat nusxasi yo'q ekan, yo Almasning xat nusxasi yo'q ekan deb masalaning xat nusxasida deb o'ylaydi vaqtida. Amaliyotda masala kod o'lchimining qalayimqanligidan chiqqan masala. Bu ishlar qalayimqanchiliklar bir necha yil davomlashgan bo'ldi. Ondan shu 94-yili asli Unicode deb shu xalqarалық o'lcham barliq kelib bo'lgan ekan. Hatto shu Unicode o'lchamining 2.0 nusxasi 94-yillarda chiqib bo'lgan ekan. Agar biz harflarimizni shu Unicode o'lchami bo'yicha o'rlashtirgan bo'lsak, qalayimqanchilik bo'lmaydi o yilda. Bu Unicode o'lchami degandek narsa keyin tonildi kishilar tarafidan. Ondan keyin ba'zi shirkatlar o'zininki o'lchamsiz kod yasagan kirgizuvchilarni o'lchamlik Unicode asosida chiqargan bo'ldi. Shu chiqargandan keyin bu ayrim harflarda masalan a degan harf bizning Uyg'urchadagi a bilan arabchadagi h harfi o'xshab qolish shakli, lekin ulanishi qarasanglar bizning a ning ulanishlari bilan arabchadagi h ning ulanishi farqli. Shuning bilan arabcha h bilan Uyg'urcha a'ninki o'rnini bilmay almashtirib qo'yganlikdan yana Unicode o'lchimida chiqargan kirgizuvchilardan yana ba'zi farqli kelib chiqib qoldi. Shuning bilan u qalayimqanchiliklar 2003-yili shu Uyg'ur kompyuter ilmiy jamiyati bir qancha qatimliq kod birlik keltirish yig'ini deb shu Varis Abdukarim Jambasatri Fransiyada shu Varisning tashkillashi bilan bir qancha qatim yig'in o'tkazgan bo'ldik. Shu yig'inda andan keyin shu fond mutaxassislari shu arabcha, Uyg'urcha kodninki asli qayerda bo'lish kerak degandek o'zininki fikrlarni o'tirib qo'ygan ekan. Shu fikrlar qabul qilindi. Andan keyin bu qalayimqanchiliklar tugagan bo'ldi. Endi bu Unicode birlik keldi, kirgizuvchilarning hammasi shunday o'lchamlik chiqadigan holat keldi. Unda bo'lgandan keyin dastlabki Uyg'urcha o'lchamsiz kod bilan tuzilgan to'g'ri bekatlar asta-asta 2005dan tortib bu o'lchamli kod bilan o'lchamli kodni almashtirib o'zininki mazmunlarini bu qayta tuzalgan bo'ldi. Shuning bilan bu tushuntish bu Uyg'ur to'g'ri bekatlari hamda Audi burungi vaqtlarda Uyg'urchaning masalalari nisbatan murakkab masala bo'lsa, keyin hamda bu Uyg'urcha bir taraf qilish degan narsa qanday kompyuterda Uyg'urchani yozish, uni ko'rsatish degandek narsalar masala bo'lmay qoldi. Keyingi yillarda hatto 2000dan keyin Windowsni qashlagandan keyin ondan so'ng yozib qo'llanadigan sharoitlar bo'lib ketgan ekan, hamda kirgizuvchilarni qimmat pulga elib kompyuter qashlab yuradigan ishlar bo'lmagan ekan. Bu
Uyg'urcha tor betni yasash degandek ishlar aytib qadam qila oladigan bir ishga aylandi. Shuning bilan bu tor bekatlar ko'paygan bo'ldi. Bu 2005dan keyingi yilda tez suratda ko'paydi. Ko'paygandan keyin bu dastlabda Uyg'ur tor bekatlari İsa Elkün akimizning yozgan bir maqolasi var. Torda ko'rsanglar, shu Uyg'ur tor bekatlarining tarixidan tafsili tonishtiribdi. Endi tunji tor bekat 98-yili shu Teklimakan tor bekati ochilgan ekan. Teklimakan choyxonasida biz o'qib o'tgan vaqtlarimizda shu choyxonaga kirib paranglni anglab qildik. Choyxona degan narsa 98-yilda xuddi hozir Clubhouse moda bo'lgandek choyxona moda o'tdi shu yilda. Ondan keyin 2005dan keyin bu choyxonaninki moda davri o'tib ketib, munbar moda bo'lgan bir davr keldi. O vaqtda Uyg'urcha bilik, izlanish, diyorim salkin shabnam kengsoy degandek hamda bu bir talay munbarlar borliq keldi. Bu munbarlarda isil fikr almashtirishlar bo'ldi. Ondan bizning bunda xolis ish qiladigan qarindoshlarimiz o'zaro tashkillanib, ba'zi tarjima ishlarini qilgan bo'ldi. Shu yilda masalan doktor G'ayrat To'xtikenji akamiz, ondan Abduqodir Sahran do'stimiz degan bu shundoq bir talay jafokash qarindoshlarimizning tirishchanligi bilan Ubuntu deb bir mashg'ulot sistemasi uyg'urchilashdi. Ubuntuning uyg'urchilashishi bu Ubuntu deganimiz hamda Linux asosida borliq kelgan, ko'rinmaydi Windowsga yaqin keladigan shundoq bir mashg'ulot sistemasi. Bunun ishlaydigan bütün yumshoq detallar haqsiz, ochiq kodliq. Masalan, uningda ofis ishiltiman sog'lama pul o'setib ya nashrni haqsizlashtirma, uni yeshima, uni qilma deb ana javob tashning hojati yo'qdi. Hamda yana birisiga bexatarlik jihatda Ubuntu sistemasi ama Windows'ga qaraganda bexatar. Anda muqim ishlaydi. Uzun mezgil ishlashsimi, sistemda hech qanday masala ko'rinmaydigan anda bo'lgan ekan. Bu vaqtda bu sistemani tarjima qilib shu vaqt tonishtiradigan bir hatta Uyg'ur Linux degandek tor bekatlar bo'ldi. Shunday tashviq qilishlar bo'ldi. Andan bu Ubuntuning Uyg'urcha tarjimasi tamomlangan bo'ldi. Shu yilda shu Uyg'ur tilidek shunday tercümesi, Ubuntu'nun tercümesini to'liq tamamlagan tillar sanaqliqda endi. Bu keyingi yillarda Android degandek, masalan Microsoft'ning Office'ning uyg'urchalashtirilishi degandek cho'ng shirkatlarning Uyg'ur tiliga nisbatan bu bir asosli tilkan deb shunday qarashiga shu cho'ng sistemalarningki uyg'urchalashishi bir asos deb bergan bo'ldi. Ondan bu bilik korpusidagi shu xolis emgak qilgan, tarjima qilgan bolalar Abduqodir Zahran boshliq Uyg'urcha XP'ni tarjima qilib chiqdi to'liq. Uni taqatgan bo'ldi shu yilda. Endi butun shu ekrandagi hamma narsa Uyg'urcha chiqadigan, hamda hech qanday Uyg'urchadan boshqa til bilmaydigan birisi ishlashsimi bemalol ishlatib ketaoladigan shunday bir mashg'ulot sistemalari borliq kelgan bo'ldi. Ondan keyin bu Ubuntu tarjima qilingandan keyin Android sistemining uyg'urchalashishiga bir asoslangan bo'ldi. Nima qilsa, ishkilasining yadrosi Linux. Hamda bu Abduqodir shu qarindoshlarimiz keyingi yilda shu Android sistemlarining ochiq kodliq nusxalar batdi. Shu vaqtdagi telefonlarga to'g'ri tushirib olib, o'zi yuklab bosib bo'lgan shu ochiq kodliq sistemalar Androidniki ROM deb qo'yamiz. Shuni uyg'urchalashtiradigan ishlarni qilib, bu bir mezgil Android telefonlarga shu uyg'urcha sistema qarshilab ishlatadigan shunday bir iqim paydo bo'lgan bo'ldi. U vaqtda Androidniki harflarning ulanishi ko'pincha telefonlarda yaxshi emas, lekin shu ROMlar uyg'urchalashtirilgan telefonlarda uyg'urcha normal ko'rinadi. Hozirgi Samsung telefonidagi masalan. Shuning bilan
bu Android sistema uyg'urlash ola tercümelerini bir qurqib bo'lgandan keyin ba'zi shirkatlar hamda Uyg'urcha telefonlarni Uyg'urcha masalan Bilkan bizning Bilkan shirkatimi shu Android sistemasida shunaq sistemning yadrolarini uyg'urlashtiradigan ishlarni tamomlab, uning terjima ishlari, anda fidoyi bo'lingan emgaklari bor bo'lgandan keyin shuning asosida bu Android sistemining Uyg'urcha Android sistemlik telefonlarni bozorga solgan bo'ldi. Endi chet elga qaraydigan bo'lsak, chet elda avlod korpusininki xizmatlarini Emeylen rahmet İshak oğudek çık hizmetlerini kıldı evlat korpusu. Bularning evlat torbekti her xil avazlı kitap app'leri şu biz vatandik vaqtildimi ana ayt keng umumlashgan endi nurg'un kitap o'qishga toza odatlanmagan qarindoshlarimiz endi mushulniki chiqargan shu app'larniki bahanasida nurg'un kitaplar bilan tanishgan bo'ldi. Ondan avlod korpusidagi kitaplar el kitaplarını toplab bir to'rga bekat qilgan bo'ldi. Undan boshqa bizniki Muhammad Ali Uyg'urbek degan qarindishimiz el kitap to'rini tuzab chiqqan bo'ldi. Shuning bilan chet elda Uyg'urcha kitaplar bilan uchrashish imkoniyati toza qulay bo'lmagan shunda qarindoshlarimizning Uyg'urcha kitaplar bilan uchrashishiga bir asos solingan bo'ldi. Ondan elektronlik mahsulotlarni bir tilga ilib o'tishga tegishli bir nuqta shu yilda. Men Bilkan to'g'riliq Androidni uyg'urlashtirilgandan keyin bu telefonning borliqqa kelganini so'zlab o'tdim. Bu telefondan boshqa shu yilda yana Irfan şirketiniki, Muallim şirketining elektronlik lug'atlari borliqqa kelgan bo'ldi. Bu lug'atlarda Uyg'urcha, inglizcha, Xitoycha, Arabcha, Ruscha, Turkcha, Yaponcha hatta nurg'un shundaq dunyoviy cho'ng tillar asosan shuningki mufassal lug'atlari kirgizilgan lug'atlarni aytdi. O'qumush o'quvchilarniki jiq o'qish uchun xizmat qilgan bo'ldi. Anadan keyin muallim bo'ldim, hozir ko'rib shundoq. Ondan Meşref şirketi qatarlıq şirketler DVD aparatlari televizorlarni chiqargan bo'ldi. Yana ba'zi shirkatlar Nurlan degandek shirkatlar elektronlik qurolni bozorga solgan bo'ldi. Endi mushundaq elektron mahsulotlarninki uyg'urlashtiradigan ishlarni biz ham burun kompyuterdagi uyg'urlashtiradigan kompyuter sistemlarini uyg'urlashtiradigan shu tajribamiz asosida shu elektronlik sistemaninki elektronik mahsulotlarni uyg'urlashishiga bir ishlagan bo'ldik. Shuning bilan bu Uyg'urcha elektronik mahsulotlarni bir mazgil bozorga tushgan bo'ldi. Rahmat. Endi mening yana bir savolim aka. Shu kompyuter sohasida xizmat fursatlarının nisbatan ko'p bo'lishi, kirimning boshqa kasblarga qaraganda bir qadar yuqori bo'lishi, shunaqla jamiyat taraqqiyoti qatorliqlar tufayli kompyuter o'rganayotgan va o'rganish o'yida bo'layotganlar xeylam ko'p. O'tgan tavsiya ustida bir maqola yozib ham barlab ekansiz. Ham shu banada hurmatli ko'rurmanlar bunim deb o'tib ketay. Dilmurod akamizning bir blogi bor. Uning adresini biz yozib qo'yaylik. Ichidagi nurg'un foydali mazmunlarni ko'rib beqishinglarni tavsiya qilman. Bo'lsa akam shu maqoladagi mazmunlarni texim tafsiliy shaklda to'xtalib, kompyuterda zodi nima o'rganamiz, qayerdan boshlaymiz, qanday o'rganamiz, kompyuter o'rganuvchilarga bir tavsiya bergan bo'lsangiz. Bo'ladi. Men bu Facebookda u yozmani yozib e'lon qilgandan keyin haqiqatan nihoyatda jiq uchur qabul qildim. Hech qanday yozma yozib men unchalar jiq inkas topshirib boqmagan. Jiq uchur qildim, menga shaxsiy uchurlar keldi, telefonlar keldi. Shundaq o'rganish to'g'risida, kompyuter o'rganish to'g'risida jiq maslahat so'rab. Endi hozir kompyuterga nisbatan qizg'inlik bo'lakcha kuchaygandek his qilib qoldim. Shu
Belki 2020 haqlasi chiqolmaydigan bo'lgandan keyin kompyuter bilan näplişip ketaylik dedim ama bu qizg'inlik boshqacha. Endi bu kompyuterga men shu maqolam asosida bir slayder tayyorlab qo'ydim. Shuni bir tanishtirib o'tay. Kompyuterga aloqador sohalar nayte keng endi. Bugungi kunda har qanday bir soha kompyuterga beqiniqlik. Bu şirketlarninki yo'qlamasından tortib, ularning kirim chiqim buxgalterligidan tortib, anandan keyin ularning e'lon tashviqotlaridan tortib, o'sha hatto oshxonalarninki tomoq zakaz qiladigan, to'g'ri savdo qiladiganlarninki hamma ishlari bugungi kunda kompyuter texnikasiga tayinadi. Unda bo'lgan ekan kompyuter aloqador texnikalar hammadan ehtiyojli bir holat keliglik. Endi men muhim sohalarda bir nechini tanishtiraman. Birinchisi grafiklaylash. Grafiklaylash bu kompyuter bilan dastlab tanishgan bolalarning hammasiniki hech bo'lmaganda Windowsning Paint Windowsda sizdigan bir quroli bor. Shu sizg'ich bilan bir narsani sizib boqqan shundaq kechirimishi bo'lishi mumkin. Endi grafiklaylashda kasbiy bo'lgan Photoshop, Illustrator degandek shundaq detallar bor. Bularninki ishlatilish doirasi shu tekshilik laylash deyiladi bu narsalar. Tekshilik laylash degan shu tashviqot qog'ozlari, e'lon viviska, kitob muqovlari degandek narsalarninki loyihasida shu Photoshop bilan Illustrator qo'llaniladi. Bu tekshilik laylash, grafik laylashninki birinchi sohasi. Hamda ikkinchisi tekshilik laylash deb turib hukm bo'lgandan keyin tabiiy bo'shliq laylash deb ikkinchi bir hukm bor, aniq nisbatan aytilgan. Bu bo'shliq laylash degan nima desa, tekshilik laylash degan ikki o'lchamlik. Ya'ni koordinat sistemasida x, y shu ikki o'q asosida laylangan narsalar ikki o'lchamlik bo'lsa, ama uch o'lchamlik degan hamda x, y bilan z. Tik yo'nalishda, to'g'risi yo'nalishda anadan keyin bo'shliqqa nisbatan kengaygan qismi bor, xuddi rasmda ko'rilgan shirdek odamga haqiqiy tuyg'uni beradigan shundaq rasmni laylaydigan bu sistemalar 3D grafik sistemalar deyiladi endi. Buning asosliklari Autodesk, Blender, Maya, 3D Max degandek narsalar. Shu stroluk suratlar buni laylash, anadan keyin bu uch o'lchamlik narsalarniki laylab bo'lgandan keyin 360 gradus hamma ko'rish nuqtasidan buni laylash to'g'ri keldi. Tekshilik laylangan narsalar hamda uning jismning bir yuzini laylasini qilgan gap. Lekin bu 3D laylaydigan narsalarda bir narsaniki shu 360 gradus holatini shundaq laylash to'g'ri keladi. Shunga endi bu 3D laylash nisbatan bo'shliq tuyg'usi, yo'nalish tuyg'usi deganlar nisbatan yaxshi shundaq ishlarga mos keladi bu laylash. Hamda tekshilik laylashga nisbatan 3D laylashninki maashi kirimi yuqoriroq bo'ladi, qiyinlik darajasi yuqori. Andan keyin uchinchisi video tahrirlash. Video tahrirlash film ishlash deb qo'yamiz biz. Eng ibtidoiy film ishlovchilar to'y film ishlab boshlaydi bizda. Bu filmning bir necha filmninki o'shiq kamiyalarini kesib deb, uningga boshqa ovoz, muzika bir narsalarni kirishtirib, har xil unumini chiqaradigan narsalarni qilish bu video laylash deb ataladi. Shu kasbning nomi video laylash bo'ldi. Hamda video laylashda umumlashgan sistemalar Premiere, ondan After Effects deb
bu iki narsa belki keng qo'llanildiki. Ma After Effects'te asasen videoluğa alayda ünümlüğüne qo'shish. Mesela hozirgi dağlıq kinolunun hemmisi de şundaq acayip garayip görünüşlü var. Marisindeki, balının qo'ldaki qilishtek, lazerli qilishtek. Şundaq normal narsalarni alayda ünüm bilen alayda bir narsaga aylantirib turgan. Ondan keyin masalan boşluqni sakrab tushgan binanın üstüne sakrab chiqqan degandek ashuna ünümlüne shundaq video tayyorlaydigan qurolning yordamida ko'p chiqim qilmay turib chiqag'ili bo'ladi. Shunga endi video tayyorlash qiziqadiganlar endi bu sohada bir izlanib baqsa bo'ladi. Hamda yana bir soha tor bekatlaylash. Tor beketlashmi bugungi kunda cho'ng shirkatlardan tortib shu kichik do'kondarlarga qadar hammalarninki o'zini to'ntishga shuna ehtiyoji bor. Bunda bo'lgan ekan biz xohlagan bir odamdan sim kartasi olsak, hozir sim kartasida tor beti bormi yo'qmi degan narsaga diqqat qilamiz endi. Tor bekati yo'q shirkatlar yoki do'konlar bir xil ibtidoiy do'konlik ta'sir berdi. Shu vajdan endi bu tor bekatlaylashga bugungi kunda ehtiyoj bek keng. Hem tor bekatlaylashninki ayte keng qo'llanadigan qurollari shu WordPress jumla degandek shunaq qurollar bor. Endi bu qurollarni ishlatish bek murakkab emas. Uni darslarni ko'rib ondan buning shakllarini qanday almashtirish, buningga mazmunni qanday kirgizish, qanday tayyorlash, buningga ba'zi unumni qanday qo'shish degandek narsalarning hammasini bir oddiy HTML, CSS degandek shu texnikalar bilan amalga oshirib bo'ladi. Shunga tor bekatlaylashni o'rgandim deb masaga qiziqadiganlar shu WordPress jumla deb YouTube'dan shu alohida darslarni izlab ko'rib baqsanglar bo'ldi. Ondan yana birisi yuqorqi loyihaga o'xshamaydigan bir soha bu kitob jurnal betlaylash. Hozir Uyg'urcha jurnallar bor, masalan, avlodning jurnallari, Matut quloq degandek jurnallar. Shu jurnalni chiqadigan vaqtda jurnallaydigan betlayligiga ehtiyojimiz var. O bu degan e'lonlarni Facebook'da davomli ko'rib turibmiz. O e'lonlarning borligi mush sohadimi ehtiyojning borligini tushundirdi. Endi bu kitob jurnallaydigan sistema hozir asosiy ishlayotgani InDesign. InDesign bilan tashviqot varaqlari, kitob jurnal, gazet degandek narsalarni nayt sifatlik loyihalar bo'ldi. Shunga agar bu kitob jurnal tashviqot varaqasi degandek narsalarni loyihalashga qiziqadigan qarindoshlar bo'lsa, shu InDesign to'liq izni baqsib bo'ladi. Endi men so'raydigan savol chiqib qoldi. Dal degan gapni ko'rib qoldim. O'sha haqda savol so'ramoqchidim. Kompyuter yumshoq detallari qanday yoziladigan aka? Shu yozilish va ishlash prinsipi haqida biroz tushuncha bergan bo'lsangiz. Bo'ladi. Endi men bayatın grafiklaylash, tor bekatlaylash, kitob jurnalga betlaylash degandek asala to'g'riliq to'xtaldim. Endi mening kasbim yumshoq detallaylash kasbi. Shunga endi yumshoq detallaylash haqida men ko'proq to'xtalman bugun. Yumshoq detallaylash to'g'riliq so'zlashdan burun yumshoq detal degan nima, qattiq detal degan nima, endi bu hukm balkim ko'p qarindoshlarga aniq bo'lishi mumkin. Aniq bo'lmaganligiga men bir oddiy tushuntirib qo'ysam, bu rasmga qarasanglar, kompyuter qattiq detali, uskuna qattiq detali deb turdi. Kompyuter qattiq detal deganda kompyuterning suratlari bor. Uskuna qattiq detal deganda bu telefonlar va padlarning rasmlari turdi bu yerda. Demak, shunda bizning normalda ishlatadigan uskunalar qo'l bilan tutqizilgan shu kompyuter degandek shu asliyalar qattiq detal bo'ldi. Endi buning ichiga qo'shiladigan mayli Windows deymiz, yo Mac deymiz, Android deymiz, iOS deymiz, bunday sistemalar mashg'ulot sistemasi deb ataladi. Mashg'ulot sistemasining o'zida ishlaydigan
tor kögüç, video koyguç, e-mail degendek anadan ki ma bizninki yasagan mesela lügatle ma bu her xil ügüç detallary ma başka app'le bola yumşak detal boldu. Yumşak detalla normalde ma kompüter qaşındaga yumşak detal yoki programma deb omluşyqlyk. Endi ma telefonluğa qaşındagan yumşak detalla app deb aşındak şekilde omluşyqlyk. Şoňa bu yumşak detal aylaş degenimiz muşu meşrulat sistemasiga asasyda ma'lum bir meşrulat sistemimizde normal hizmet kılalaydigan şu programın aylaş jaryanı qartıldı yumşak detal aylaş degen. Hem yumşak detal aylaşdinki bu bunun münasebetine ait köp tıllar var yumşak detalda kullanılan. Hem yumşak detalının özü sistemi yumşak detalı ve kolunuşta yumşak detalda üç türlü bölündü yana. Hem bu sistemi yumşak detal degen nima deseňler maresinde qattiq detal bilen meşrulat sistemisi muşu işkilisiga ikisinin arasında hizmet kıldıgan ma o qattiq detal bilen alaq kıldıgan andak sistemini ma meşrulat sistemisi bilen bevasite şunun yadrosu bilen alaq kıldıgan anda sistema yumşak detal deymiz. Bu meşrulat sistemisinin üstüde hizmet kıldıgan normal işletkiçiler işletildiğin yumşak detalını biz ma kolunuşa yumşak detal deymiz. Hazır ma kompüter günüme deydigan balınınki heli köp kısmı hackerlik degan sebep dep şu sahaga bekler kızık diken. Yani bu hackerlik degan narsa asasen şu qattiq detal bilen meşrulat sistemasiga beklek merkezleşken şu texnikler bilen ma'lum bir qattiq detalning yoki tor sisteminin yoçuqyn tepip çıkıp şu yoçuq asasyda şununga soğunup kirdigan anda texniklerini gösterdi. Şoňa normalda hackerlik texnikleri normal kolunuşa yumşak detalını yasaýdygan texnikler garagan çagda tehmo nazuk, tehmo kıyım boludu. Şoňa aval hackerlik ügünüş bilen başlanmaýmaz işine. Aval kolunuşa yumşak detal ügünüş bilen onun nispeten bir düşençitil dügenliken andan ma bu sistem yumşak detallary degende bu seviyege andan kötülügül oldu. Şoňa ma meseleni düşünüp alsak boldu. Yani yumşak detal aylaşda programma tili dep til kolundu. Programma tili muşu yumşak detal applaylaş üçin muşu insanlar bilen kompüteriniň arasında almaşdyrjy ýep bardygan aşaýda tilla qartyldy. Hemde ma bu programma tilden başka yani kompüterde burada komanda dep bir näse mevcut. Komanda degen näse bizninki mesela bir tal hüccetini men kompüterden barmak diskiga köçädim desem bu komanda boldu. Bu komandalar mouse'ның yardım bilen ep bardygan grafik yüzlerde asasen şekillik ep berilganlyk üçin sizler özüňizningki kompüterga buyruk kılanyny his kılmaýsızlar. Bu näsini eger buyruk ýeziş bilen kıly boldy, okşaş bir işni, mouse bilen kagaşyny konektaksy buyruk ýeziş bilen kıly boldy. Hemde okşaş köçürdiğim bir meşrulatny men komanda bilen bijireýleýin. Demek yani komandaga ma'lum bir buyrukny ijra kıldygan buyrukny komanda diýmiz. Andan ma programma app bir näsini laýlaýdygan şunuň işletildiğin tilni biz programma tili diýmiz. Endi programma tilleri bu bek köp anlagan boluşanlar mümkin programma tillerini isimlerini. Mesela Java, C, Python, C++, C Sharp, Visual Basic, JavaScript, PHP, Swift, SQL degендek muşundak. Bu tillanyň türümi neç yüz xilden aşydy. Keyinki betke garap baksaňlar. Mesela betde bir talay tilla bar. Bu muşu Salam Dünya degen bir
gapni, inglizcha hello world degan gapni kompyuterda ko'rsatish uchun o'xshamagan 30 xil tilda qanday buyruq yozilganligi mana bir betga jamlab qo'yilibdi. Qarab baksanglar, endi bu ko'p farq qilmaydi. Lekin hamda har bir kompyuter tilininki o'zininki o'z oldiga grammatikasi bor, o'zining qoidalari bor, o'zining ishlatiladigan buyruqlari bor. Masalan, biz bir narsani ko'rsatish deganni matlabga qarasanglar, disp debdi. İngilis display degandan qisqartirilmasi. Ama Pascal qarasanglar, right line debdi. Right degan yozish degan gap masalan. Mana Go qarasanglar, print line debdi. Print degan besib chiqadi degan gap. Ashunday bir-biriga ma'nodosh ingliz iboralar ishlatiladi. Şuna айлыqı. Ma'lum bir tilni egallab olgandan keyin ikkinchi bir tilga o'tkilish, kallada bir shu tilninki logikasiga nisbatan bir uqum shakllangandan keyin ta'sir emas, ikkinchi bir tilni qulay o'rganib ketgan bo'ldi. Bu endi programma tillari. Endi programma tillarini yumshoq detallar aylashni o'rganishning bosqichlari. Endi menden şu qanday o'rgansam bo'ladi deganligiga tavsiya qiladigan narsani bu yerga yig'ib qo'ydim. Tunji kompyuter bilan uchrashgan odamning eng boshda qiladigan ishi kompyuter konuk taxtasini aytdi, ravon ishlatadigan bo'lish. Shu bek muhim deb o'ylayman men. Ko'pincha odamlar va 5-10 yillik kompyuter ishlatish tarixi bor, lekin bir marma qo'yilgan bo'lsa xatni. Endi u vaqt isrofchiligi. Şuna to'g'rida qo'l ko'ndirish mashqlari bor, to'g'rida ishlaydigan ba'zi programmalar bor. Burungi vaqtlarda bizning tuzganlik uyg'urcha qo'l ko'ndirish mashqlarimiz bordi. Keyin u narsalar hozir yo'qolib ketibdi. Bu modelni qarasanglar, har bir barmoq o'xshamagan rangda turadi-ku. O'xshamagan rangda ash barmoqning rangiga mos ko'nikul turadi. Demek normalda xat besishning to'g'ri usuli ash barmoqning taqsimlangan ko'nikisini shu barmoq bilan besish. Masalan, bash barmoq bilan bosadigan ko'nikuli bor, o'tir barmoq bilan bosadigan ko'nikuli bor, bash maltaq bilan bosadigan ko'nikuli bor. U ko'nikulni barmoqlarga taqsim qilib olsanglar, bu narsani bir haftalik kunda bir soat atrofida mashq qilsa, aytdim, ishga barmoqni ishlatib tez xat bosib qildi. Men besishni o'rganib ketgan bo'ladi. Bunu o'rganib olgandan keyin andin boshqa narsani o'rganaman desa, u qolay to'xtaydi. Shunga kompyuter o'rganishning birinchi darsi shu qo'l ko'ndirish bo'lishi kerak deb men shunday o'ylayman. Shunga birinchisi programma tuzishni o'rganishning ishqidan kirganlar dastlab qiladigan ish shu qo'l ko'ndirish. Xatlarni ham shu o'lchamlik basalaydigan bo'lsa, ana degan ikkinchi bo'ladi. Bu program tuzash degan nima degan narsani bir tushunish uchun Scratch'dek program tuzash tillarini bolalar uchun tuzib chiqilgan Scratch'dek bir qural bor. Bu to'g'riliq darsni men YouTube kanalimga yo'llab qo'ydim. Uning ulanmasini ham shuni ostiga qoldirib qo'ysak bo'ldi. Ko'rib chiqsanglar. Endi Scratch'dek oddiy program tuzash qurallar orqali program tuzash degan nima degan narsa haqida bir hukm shakllantirib berish ikkinchi bosqich bo'lsa muvofiq. Anadan keyin mana HTML degan tor bekat yasaydigan til. Tor bekat oddiy tor bekatini HTML bilan shakllantiramiz. Endi shu HTML ni qanday ishlatildi, buning formati qanday bo'ladi, qanday buyruqni bas, qanday narsa chiqadi tor bekat yuziga. Shu narsani dastlab qadamda o'rganganlar shuning bilan tanishib baqsa, kompyuter tillariga nisbatan bir hukmga erishalaydi. Ondan HTML o'rganib bo'lgandan keyin JavaScript o'rgansa, JavaScriptda HTML qilgan chaqda bir qadam ilgirlagan holda program tuzashga oid hukmlarni egallab oladi. Ondan bu bosqichlardan keyin o'zining qiziqishiga asosan hozirgi moda bo'layotgan bir talay tillar bor. Masalan, Python deymiz. Hozirgi sun'iy aql iqtidor, mashina o'rganishi, büyük data, büyük sonliq ma'lumot degandek shunday yangi texnikalarning hammasida Python qo'llaniladi. Shunga o'sa qiziqadiganlar Python o'rgansa bo'ldi. Masalan, iPhone programma yozdim desa Swift bor.
Android program yazdım dese Kotlin var. Eğer Android bilen iOS, iPhone ikisiga biroqla program yazsam bo'ladi desem Flutter deb bir narsa bor. O Google'dan chiqargan muhitda. Uni o'rgansa bo'ladi. Andan Torbeketninki o'sha PHP degandek Torbeket Torda ishlatilgan sistemaniki o'sha keng ishlatilgan tili PHP. Undan boshqa yana bir talay Node.js deymiz. Bu tilning turlari jiq. Şoňa hem de o basqışqa özüninki qiziqishiga asosan össi bolady. Bir öňgüçe. Rahmat. Davamı barmı yoki? Hani men mawu oddiy bir appni ko'rsatib qo'yay sizlarga. Program laylaşqanda boldy degan narsani tushundirish uchun. Men bir oddiy appdan birini ko'rsatay sizlarga. Bu appda men nima ish qilaman desanglar, meyaga ijriya yilni kirgizma. Makonukni bassam, astiga miladiya qaysi числа ekanligi chiqadi. Va yoki astiga miladiyaning числасini chiqarma, buni bassam, ustida ijriyaning yili chiqadi. Hem de şundaq addi bir ishni hal qiladigan app qanday aylandi. Men buningki iPhone appni laylashtirganini bir ko'rsatay sizlarga hozir. iPhone'da app laylashda Xcode degan narsani ishlatamiz biz. Xcode degan narsa Alma kompyuterlarning o'zida bazardan yaxsiz tushirib ishlatgili bo'ldi. Hamda bu app'da ikki bo'lak ya birisi ko'rinma yuz, ikkinchi birisi o ko'rinma yuzga bog'langan programma. Endi bu ko'rinma yuzda nimalar bor desanglar, ko'rinma yuzda meyada ijriya degan bir tal tekst bor, meyada tekst kirgizgan bir tal ramka bor. Endi aslida ikki tal konopka bor, meyada yana bir tekst, ondan yana ramka bor. Endi bu narsani men ko'rinma yuzla aylaydigan yerda bu Xcode'ning bu yerda masalan qo'shib belgisi bassam bu yerda bir talay shu kontrolli bor. Masalan konopka ishlatmoqchi bo'lsam, konopkani so'rab ekilma bu yerga. Konopka kelgan bo'ldi. Konopkaninki bu yerda bir talay xosliklar bor. Masalan konopkaning mavi konopkaning heti, konopkaning tekst rengi, mavi tekst ishlangan xatning cho'ng kichikligi. Ondan astık qarasanglar buningki konopkaning oqidan masalan seriq rangda qilib bersa, bunday shaklda qilsam bo'ldi. Cho'ng kichikni bunday o'zgartimi? Demak, konopka tekst ramkasi degandek narsalarni men bu yerdan qo'sha olayman. Bu yerdan o'zimning ehtiyoji bo'yicha masalan bir xatni ko'rsatmoqchi bo'lsam, label degandan birini so'rab ekilma. Buning o'ziga men buning o'xshash xat nusxalarini bu yerdan o'zgartib, buningga masalan Uyg'urcha yazsam, Uyg'urcha, qaysi tilda yazsam bo'ldi, Uyg'urcha desam, chiqqan bo'ldi. Bu shunday kontrolini so'rab bu yerga joylashtirib, ko'rinma yuzni shunday laylaymiz. Men bu yerdan bu men app'dagi bu narsani joy-joyiga o'rlashtirib qo'ydim. Buni joylashtirib olgandan keyin endi programmasini yozaman buningki. Programmamiz qanday yozildi desanglar. Bu program yozgan yeri. Program yozgan yerda men text ijri, text miladi deb bu ikki tal tekst ramkasini bu yerda yozib oldim. Bu bizning ko'rinma yuzdagi ikki tal tekst ramkasi bilan bog'liqliq. Ondan men bu yerda hijrninki ijriya kalendarining bir formati bilan miladiya kalendarining formati uchun yana bir ikki o'zgargicha yozib oldim bu yerda.
Endi bu yerda yil ay kunning tartibi qanday bo'ldi desanglar, 4 xona yil, 2 xona ay, 2 xona kun. Bunda holatda kirsin dedim. Endi hijriya formatininki bu kalendarning tipi İslamik kalendar deb mana tanlasam bu hijriya kalendari chiqadi. Endi men milodiy kalendarninki kalendar tipi ma Gregorian deb tanlasam bu milodiya kalendari chiqadi. Endi bu meningki ikki tal tekis ramkasini o'lchamlashtirish jaryonim, ikki tal tekis ramkasidagi chislalarni bu yerda o'lchamlashtirib oldim. O'lchamlashtirib olgandan keyin men pastda endi milodiyni hijriga aylantirgan kuni bassa nima ish qiladi? Hijrini milodiyga aylantirgan kuni bassa nima qiladi degan narsani men pastga yozdim. Endi bu oddiy tushun desam nima desanglar, agar ma milodiya formati ma tekstninki milodining tekstininki tekst ramkasining tekstini olsin, uni chislaga o'zgartsin. Chislaga o'zgartgandan keyin buni ma bu milodininki chislasi degan bir narsaga bersin dedim. Agar bu bosqich tamomlansa, ondan ma hijriya kalendarining formatlash usuli bo'yicha shu chislani ma hijriyaninki tekstini ko'rsatgan ramkada ko'rsatib bersin dedim. Endi buning aksi ma pastki ikkinchi kuni bassa nima ish qildi degan yerda. Endi bu programmani ijro qilib boqaylik hozir. Ijro qilsak bu iPhone'ninki mataqlitilgüçü xuddi iPhone telefondek ishlaydi. Buning hozir qashlanadi. Bizning tuzgan appimiz. Hozir qashlanib bo'ldi. Endi echildi qarab sonlar. Hozir app qo'zg'alyapti. Qo'zg'alib bo'lgandan keyin bu ramkalar chiqdi. Men ast tarafga bugun chislanicha 2021 4. Yozdim. Endi buni silkini bassam 1942-yil 8-22 deb chiqdi. Hijriyaga aylandi. Endi men Ramazon qachon boshlanganini bilmoqchi bo'lsam, Ramazon hijriy kalendari 9-ayning 1 bo'lishi kerak-ku. 9-ayning 1 deb buni aylantirsam, 4-ayning 10-chi Ramazon boshlandi ekan deb bilgan bo'ldim. Voy Endi maşallah. masalan ro'za qachon 5-ayning 12-si ro'za bo'ldi ekan. Endi Qurbon hayit qachon 1942 12-ayning 10, 7-ayning 20-si Qurbon hayit bo'ldi ekan degan narsani men tepib chiqaradigan appning birini yasagan bo'ldim. Shu 10 qurdek program yozish bilan. Demak, app laylash, shundaq avval ko'rinma yuz laylash, andan keyin shu ko'rinma yuzga aloqador shu kodlarni yozish bilan shundaq tamomlandi. Bu texnikalar pek murakkab emas. Qiziqsanglar, ishtiyoq bo'lsa, bu hozir uyg'unlagan sharoit turkcha materiallarni inglizcha materiallarni keng topa olasizlar. Nima o'rganaman desanglar, buniki axsiz materiallari YouTube'da bor, Udemy degan tor bekatda darsliklar bor. Shunga endi o'zingizning qiziqishiga asosan mush narsalarni o'rganib baqsanglar, agar shu o'zingizning mushni davomlashtirib ketishlik ko'zingizga yetsa, bir mezgil sinasanglar buningga haqqi ishtiyoq qo'zg'algan odam jazman bir boshqa chiqalaydi buni. Shunga bir o'rganib baqsanglar, menimcha bo'lgan chaqda buning mevasini inshaalloh ko'rasizlar qisqa vaqt ichida. İnşallah. Ben körüp şuna kızıp kaldım hazır. Ama shunday qiziqadiganlar inkas yozsanglar, andan keyin meningki blogimga
söz qaldarsanglar, özüňizdeki bilenmegen näseleňiz togrulyk sual sorsanglar, men onunğa küçüm ýetişçe sizlerge jogap berişke tirişime. Andan keyin özüňler kızykdygan näselerini kanda ügünüşine bilemegen bolsaňlar, bununğa bir men münasibetlik materialyny sizlerge materialyny gösterýän boldy dep gösterdim berelişim mümkin. Şoňa bu jetde ihtiýaجyňlar bolsa tatınmay söz qaldysaňlar boldy. Köp rahmet. Aka bilen ýene bir sualym bardy. Muşu telefonda Ündidar, TikTok okşaş applar bar kişiler nimelerge diqqat qilish kerak. Bolsa işletmesligimiz ýa aýrym telefon gollansakmy ýaxşy boldy, ama amal bolmay qalgan ahwalatda bu applarni işletkende nimelerge diqqat qilishimiz kerak? Bu applarning hemmesiniki işletişden burun hazır iPhone bolmasyn, Android telefon bolmasyn ruhsat soraýdy-go. Appning ruhsaty diýdigan näse bar. Meselem kamera işletmekçi bolsa, kamera işletmekçi ruhsat beremsi diýdi. Mikrofon işletmekçi bolsa, bu mikrofon işletir diýdi. Hatda siziň jografik ornuňyza girişmekçi bolsa, bu app jografik ornuňa girişdi diýendek görsatmelik çykdy. Şu görsatmelik çykkan wagtda özüňler zürür emes dep garagan näsli bolsa, ruhsat bermesiňler boldy. Hemde WeChat'deki näsler asasen hemme ruhsatny içibetki aletde işletirdi adamlar. Hem bunu diqqat qilmay qapdym dep qalsa, onu telefonyň taňşeky qarsaňlar. Taňşekde şu programlaryň hemmesini tizimlik çykdy. Şu tizimlikden mesela WeChat diýendek näslini tanlap durup, onuň ruhsatlar diýen qarsaňlar. Qaýsy ruhsatlaryny açgyňlar çykdy. WeChat'ni normal işletiş üçin telefon bilen saklagıç iki näsege ruhsat berişki togry keldi, bolmasa işletil goýmaýdy. Diňin qagan mikrofon, kamera, ornuňyny belgileýän GPS diýendek näselerini hemmini takyp etgili boldy. Şoňa amalyň barça ruhsatny, berdiği ruhsatny eň töwençek düşürüp amal bolmaganda şundak işletseňler boldy. Eň ýaxşysy ondak applar üçin, Xitaynyň applar üçin aýrym bir telefon tutup, şu telefony gaşylap işletseňler, bihter näse şu. Başka appni gaşylagan telefon bilen bir ýerde tumugyny ýaxşy onasyk. Andan dowamlyk torda turdygan telefonda emas. Aş ihtiýaجyňyz düşen çygydy görüp torny takyp edilgen aşyndak bolsa, goşunça bir telefon bolsa, o ýaxşy boldy. Meňň. Meselen bayamsız diýen ruhsatlaryň hemmini itiwetgen taqdirdimi tor oçuk bolsa, ýene mähfiýetliklerini nime qilish ihtimallygy barmy? Bu ruhsat iki türlük boldy. Birisi yumşak detaliň ruhsaty, ikinji birisi üsküniň ruhsaty emasmy? Siz işletip atgan üsküne qaýsy şirketiniň goluda bolsa, o şirket sizniň hiç qanday ruhsatyňyzy o kameralary bilen, mikrofonlary bilen sizni nazaret kıla alaydy. Şoňa hemde üskünini tanlagan wagtda şu özüňiz işletseňler köňüňler rahat, ama şirket maňa ziýankeşlik kılmaýdy dep garaýdygan şirketleriň näselerini işletseňler boldy. Hemde özüňler köňüňler gowalyk bermeýdigan bu amal ýok, hemde kандай kılymyz taraftyryk diýdigan näselini nazyk işini kıldygan birisi bolsaňlar işletmeseňler boldy. Rahmet aka. Programımız üçün nurgun körülmenlerimizden sualları barki. Hürmetli körülmenler suallarını azraq rətli vaqitcə sizlərə bir video qoyub bəsək.
Xo'sh, undaq bo'lsa, men savollarimni dey. Ali Uyg'ur ismli bir ko'rurmanimiz bundaq savol so'rabdi. Assalomu alaykum. O'zligidan o'rganayotgan maktablarga berish imkoniyati bo'lmaganlar uchun qanday maslahatingiz bor deydi. O'zligidan o'rganish aniq hamda bir ustozdan o'rgangandek bo'lmaydi. Lekin to'rdagi darsxonani yaxshi tanlay olsa, to'rda o'rganadigan ustozlarning yaxshilarini tanlay olsa, u yana o'zlikdan o'rganishning o'yinini yuqori ko'targili bo'lishi mumkin. Shunga o'ziningki o'rganish doirasini deb bersa, menga ayrim uchrab qilsa, men shu o'rganish doirasiga asosan dastlab o'rganishlik mos keladigan, tushunishlikdek dars so'zlaydigan birisini tavsiya qilay. Shundan o'rgansa bo'ldi. Bo'ldi, ko'p rahmat aka. Unda bo'lsa biz programmamizning ostiga sizningki aloqalashish nimangizni qoldirib qo'yaylik yoki Facebook adresingizni, blogingizni degan. Bo'ldi. Mustafa Ali ismli bir ko'rurmanimiz bundoq savol so'rabdi. Bilkan log'oti hozirgi app bozorlardan nimishga tushira olmaymiz deydi. Bu bir afsusli bir ish bo'ldi. Bilkanninki asli kod bir narsari bizningki Yapondagi bir birodar dedi. Keyin u vatanga qaytib ketgan chog'i shuning bilan bu uning sondan bir narsalarni alayida bir usul bilan maxfiylashtirilgan texnikalarni qo'llangan ekan. Shuning bilan o sondanni biz takror ishlatmay qoldik. Mayanga chiqqandan keyin. Ondan programmaning asli kodiga yuzlatamdi. To'g'ri, yaxshi emasmi? Ovoz. Hamda bo'ldi. Hamda yaxshi. Qaytulay. Ovoz keldimi? Yaxshi aka. O'sha lug'atninki asli kodini qo'limizga ololmay, shu jarayonni bir bizma chetlarga chiqqan vaqtda shu bir aloqa yaxshi bo'lmay qolib, shuning bilan shunday bo'lib qoldi bu ishlar. Muhammad Yaruq ismli bir ko'rurmanimiz bundoq savol so'rabdi. Tonishtirayotgan programmalarni o'rganishga ketadigan vaqt normal saviyada haqidami qisqacha uchirib bergan bo'lsangiz deydi. O'rganishga ketadigan vaqt haqida qisqacha uchirib bergan bo'lsangiz. Bo'ladi. Normalda mendan bir so'rdi bu gapni, qanchalik vaqtda bir pul topqidek bo'la olayman deb. Hozirgi to'g'rida chiqayotgan e'lonlar qarasanglar, bizning kursimizni tugatsangiz 6 oyda 100 ming dollar topsangiz, u bu degandek shunday qiydalli jiqqa to'g'rida. U 6 oy o'rganib 100 ming lira topa oladigan bo'lasiz degan gap mumkinsiz. Turkiya sharoitida. Men u Amerikadagi o'g'limni tarbiyalash u jarayoni qanday shakldan bang'adu, ondan keyin u yerdagi ish beradigan shirkatning avval qanday uni bilmayman. Shu o'g'limniki qanday o'to'g'riliq baho bermayman, lekin Turkiyada Istanbulda bir yerda ish topib ishlash uchun bir programma loyihachininki va yoki loyihachininki ilgari bir o'zining e'lon qilib boqqan, masalan, grafik loyihachi bo'lsa, uningki boshqa shirkatlar tomonidan qo'llangan bir jurish loyihalari bo'lishi kerak, shirkatlik ko'rsatadigan-ku. Agar u programma loyihachi bo'lsa, shuningki app bozorlarida e'lon qilgan applari va yoki boshqa shirkatlarga ishlab bergan shunday programma bir narsalar bo'lsa, u narsani ko'rsatish qilib, men manda ishni qilib boqqan deb o'zining iqtidorini isbotlasa, ish topa oladi. Shunga bir narsani bir texnikani, masalan, men to'rbikat yasaydigan bir texnika desam, 6 oyda o'rgana olishim mumkin. 6 oyda o'rganib, uning bilan Raurs to'rbikatdan bir ishni yasab chiqqandan keyin, unda men tajribali bir loyihachi bo'laman-ku. Shunda. Lekin amaliy ish qilmay turib, quruq nazariyani o'rganib, masalan, men bir o'qitishning darsini tamomlagandan keyin men o'rganib bo'ldim desam, u aqmagan gap bo'ldi. O'rganavalining o'zimi do'kon ayirgandan keyin bir mezgildan keyin rasmiy o'rganaman bo'ldi emasmi? Shuningdek,
6 ay vaqtni o'rganishga sarf qilsa, andan 20 yildan 1 yilgacha uni pishiqlash uchun vaqt sarf qilsa, endi bu vaqt degan ma'niligi bir kun 4 soat degandek anda vaqt demayman, kompyuterchi degan bir kunda uxlagan vaqtning boshqa hamma vaqtini kompyuterga berdi. Shundaq vaqtni sarf qilsa, jiq vaqt sarf qilishga to'g'ri keladi pishish uchunchu. Shunga hamda u darslarni o'rganish oson, qabul qilish oson. Uni amaliyotda qo'llanib bir narsa chiqaradigan tajribalik bo'lish sal vaqt oladi. Shunga 1 yil, 1,5 yilday, pek qisqa bo'lsa 1 yil, bo'lmasa 1,5 yil vaqtda bir yerdagi berib xizmat topadigidek saviyaga kelalaydi. Akam shu uxlagandan boshqa vaqtning hammasida kompyuter qarab dedingiz. Albatta sizlarning kasbinglar ashtaq bo'lishi kerak. Lekin masalan, men birdam yerimdan telefon qarab qo'ysam, ko'nglim ilishidi-ku. Sizlarning qanda kompyuterning oldida undan necha soatlab o'tira oladigan deb men hayron qolaman. Masalan, hozir darslar uydan bo'lyapti, kompyuterning oldida 10 soat o'tiryapman. Shunchalik bearam. Ashar o'tirgan vaqtimda bu kompyuterchilar qandaq nima qildigandu deb ketma. Shu bizni ko'rayotgan kompyuterchilar bor, o'zi shu sohada salomatliklarni asrash uchun hozirroq o'zingizning beshdan kechirgan tajribalar bo'lsa deb bersangiz. Bo'ldi. Uni deb berayman. Recep Tayyip Erdo'g'an Cumhurbaşkanı'nı bir ziyorat qilgan chog'da siz hamamsiz desa, odamning bergan javobi bor-ku, aşkdan yuragini yo'lmaz deb. Sevgilenmezseniz hamaysa deb. Yani bu ma'lum bir kasbga ishtiyoq bo'lsa, odam olmaydi. Yani shunga kompyuter kasbini bu pul topqili bo'ldi ekan deb kirsa, natija qozonish natayinchu. İshtiyoq bo'lish kerak bunga. O'tdek qiziqadigan bo'lsa, xuddiligi puli jiq ekan deb birisi bilan o'ylansa, baxtsiz bo'lib qolgandek bir ish bo'ladi-ku. Bu ishtiyoqi bo'lmasa, bu kasbga kirsa. Şu ishtiyoq degan narsa bek muhim. Lekin bu o'zini kontrol qilishni bilmasa bo'lmaydi odamlar. Birinchi qatim men bir necha balni yetaklagan bo'ldim. Shundaq programmani tuzab berdim, mandaq ma'nosini anda qilsa deb. Ota-onalar menga voyma bir yo'l qilib qo'y, u bu deb yalvorgan deslabda bo'ldi dedim. Kompyuterda anasi o'rgan deb uni yetaklab qo'ygan ekan. Ota-onasi birinchi aydan keyin meni izladi. Ma bola gap qilib qo'ygan, kompyuterning oldidan qopma dedi. Kompyuterga qaraydim shu shundaq bo'ldi-ku. Kompyuterning oldidan qopmay o'tdasa o'rgangil bo'ldi u narsani. Shunga endi bu balam kompyuter o'rgansa bo'ldi degan ota-onalar bu endi kompyuterning oldida shunda o'tirdi deb kallasida o'tirib olsa, endi azon chiqsa bolam namozini o'qi. Hech bo'lmaganda shu bir harakat bo'lsin deb undaq orliqli bir harakat qilishga yetaklasa bo'ladi. Endi turmush odati vaqtida uxlash, ikkinchi kun vaqtida saatda turish degandek yaxshi. Shundaq turmush odati bo'lsa, endi bu ishni uzunga davomlashtirib bo'ladi. Endi bu men bugun soat 2gacha o'tirib kod yozsam, ikkinchi kunlik mening ishim aniq aqmaydi. Kesal to'qidek mugdab yuraman ikkinchi kuni. Shunga endi bu muvozanatni saqlash muhim. Turmush odatda hozirgi men ko'p bolalar bilan qaranglasam, shu yoshlarning ko'pinchasida shu uyqu odati qat'iy yaxshi emas. Ko'pinchasi uxlamaydi ekan-ku. Kechdan bir vaqtgacha uxlamaydi. Sonunki vaqtida turmaydi. Kunda barakat bo'lmaydi unda bo'lgan ekan. Shunga uyqu odatini uyqu degan endi nihoyat muhim narsa. Shunga salomatlik uchun, kasallik qarashtirish uchun, yaxshi bo'lish uchun, zehnining ochiq bo'lishi uchun sadaqat uyquni adam ma'lum bir vaqt belgilab, masalan 11:30 da uxlayman degan bo'lsa, 11:30 da ishni to'xtatib, telefonni karvatdan yiroq qo'yib, uxlash kerak 11:30 da. U har kuni 11:30 da uxlasa, u badan shuning odatlansa, u har kuni o'xshash bir kayfiyat tug'il bo'ladi, o'xshash kayfiyat ishligili bo'ladi.
Andaylık uzun paylığı oldu. Yani bir gün 17'de, bir gün 12'de, bir gün 2'de anda igizbes yaşaydıgan balınınki salametliğim yaxşı olmaydı. Ama işlerden ma netije çıkmaydı. Şoňalyk iditlik wagtne yaxşı mölçerlep, yaxşı planlap, anan genelki adetlere yaxşı adet edildiyse, sär turdygan, wagtida ýatydygan, namazlaryny wagtida okuýdygan degендek näsle insanyny aşındak wagt israpçylygydan, ünümsizlikden mudafiä kıldygan amyllar şu. Rahmet aka, endi Adil Nadir degan bir körürümünümüz. Dilmurat efendim, o'ttura we toluq o'ttur mekdep okuwçysy birinci qadamda kompýuterda qaysi bilimlerni egelleşi lazım dep sorapdy. Oturup etadigan balları aşu başlangıç program tüzeşinin asaslaryny bilse, addi program tüzeşini men bu ýatyn sözlegen HTML diýimiz, JavaScript diýimiz. Mesela JavaScript'te normal bir tor beketiniň ýüzide aşu JavaScript'niň kodlarından paýdalanyp her xil ünümini çykaralaydygan we ýa-ki C#'da Unity'de bir sistemde oýan ýasagy boldy. Aşnanda addi oýanlar ileş digen näsle başlangıç program tüzeş bilimleri bilen boldygan näse. Unity dep bilip bilenler. Aşnanda C# digen til işletildi. C# digen monoid kolay til. Aşnanda addi oýalyny ýasaş. Mesela men baýatyn sizge manuel gitmegen bir aýlandyryş digendek näsle. Aşnda addi app'ni ýasaş digendek näsle, Flutter digendek näslini gollansa we ýa-ki Android kızyksa Kotlinni gollansa, aşnda addi programlaryny tüzeş otur mektep balalarına mas kelidi. Nim mas gelmeýdi bolsaňlar, malyk app'ninki ýa-ki programnyň tor bilen alaka kıldygan sallyk maglumatlaryny tor bilen almaşdyrdygan digendek näsle hem tor bilimlerini talep kıldygan, hem mawa app tarapdyk bilimini talep kıldygan sel çetiş tarysy käňir bir näsege aýlypdy. O näsle hem balalyk dersini öýrenmesi bolmaýdygan balla. Şoňalyk bek käň daýry tutaşgan näslige kirmeý. Olarak addi ykdydarlaryny tamamlaýalaydygan bir programyny tüzgüdek bolsa boludy. Hazırky mektepninki meýadik kompýuter dersleri kandak men bilmeýme. Lekin bizning otur mektepde öýrengen näslerimiz besitlininki asaslyk işletiliş ýollary digendek näsle. Hazırky ballygama okşaşly maskirdi Visual Basic digendek näsle ba meselen. Şolny öýrense, deslepki Visual Basic'niň özüllä başga kuralyny SQL Server o bu digendek kuralyny işletmeýi. Sap Visual Basic tüzdigen programlaryny şu meselen haqydek bolsa otur mektep ballarga şu ýetir dep oýlaýmyn. Rahmet. Andan bu şeýde özümizden ilanyny kıstırıp ötüp gitday. Uýgursystem grupsyny belkim tunja gaýtdan bu ekran bilen görüp atganlar boluşy mümkin. Hazır görüp atgan körülmeleriniň içinde. Uýgursystem ýalgyz ekranla emas, bu grupyny açylan ýene başga tarmak projektlerim bar. Meselen kod diziş, ondan keyin robot kurslary mahsus ballar üçin açgan 7 ýaşdan ýokary. Aşyndak kurslarymız içilip turdy. Şoňlaşqa bizninki torbat säýpimizni nima qilish arkaly, körüş arkaly bäzi uçurlarga ega bola alaýsızlar. Bäzi ballar bekçek bolup ketkenligi üçin artyk sany ilanmay kaldy. Şoňa muşda uçurlarga diqqat qilişiňlarny ümit qilma. Ýene bir körürmimiz mundaq depdi. Kompýuter programma tillaryny öýreniş üçin matematikany pişik biliş şertmi diýdi. Matematikany pişik biliş şert emas. Matematik bilen alakasızmı bu işine kırılıp oldu, Lekin ayrım bir türlde ma'lum bir meseleni mesela matematiklik kallı bilen bir taraf kılsa, men 5 kurdu bir taraf kıldıgan näsini matematik bilmeýdigan adam 50 kur bir näsesi bel kıla alaýdy. Endi bu ünüm getiriş noktasydan matematikde pek ýaxşy adamnyň tüzgen programmasy näçe çyraýlyk, näçe ünümlik açypdy. Şoňa matematik bilen pek işini ýaxşy kılyp boldy. Matematik bilmeýme, tirişip kılyp boldy. Köp rahmet aka. Men ýene bir qarap bakay, başga suallarymız barmydy?
yo'q chiray suallarımız. Hmm. Tolumu əhamiyətlik və mənbəətlik söhbət oldu. Qimmatli vaxtınızı çıxarıb bugünkü söhbətimizə dahil olub bəgənliginiz üçün bizə bu mol məzmunlarını sözləb bəgənliginiz həqiqətən köp rəhmət. Ben rahmet eytimen. Sizinki Uyghur Sistem Grupsu'nun kod yazdıgan aşındak kurs bir neslini kısanla. Ben yardımda bulaşını halayma. Eğer Allah şu Uyghur Sistem Grupsu'na aşındak iltimaslar düşse, menin şu bildiğin dairemde uygun işini halaydıganlar köp bolsa, Elipon nesli Uyghur Sistem'e yetkizsenler, ben şu grup terkibide sizlere torda ders kıp bir işe tirişme inşallah. Şu iş badem Köp rəhmət aka, bək xoş olub. Axırda ailənizə bəxət, işlərinizə muvaffəqiyyət və vaxtınızda bərəkət diləyirəm. Rahmet, sizə muvaffəqiyyət diləyirəm. Allah'a emanet. Allah'a emanet. Şunda hörmətli görürmənlər, Uyğur Sistem ekranının 17-ci sani müşahidə axırlaşdı. Kilərki sanlardakı proqramlarımızı görüşkəcə aman bulunlar. Allah'a emanet. Allah'a emanet.